Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Bu videoyimda sal o'zgartirish kiritdim kontentimga. O'zim yoqtirgan, sevib o'qiydigan kitoblarimdan sizlarga ham o'qib ulashmoqchiman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Agar sizlarga shunaqa kitob o'qib berishlarim yoqsa, shu kontentni davom ettirishda davom etaman. Sizning fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. Birinchi navbatda o'qib beradigan kitobimning nomi Ayollar uchun 60 eslatma deb ataladi. Muallif Abu Yahyo. Bismillahirrohmanirrohim. Zaydun nashriyoti 2025-yil. Birinchi eslatma. Nomahramga yo'liqqanda nima qilish kerak? Muslima ayolga biror erkak to'satdan duch kelib qolsa yoki birov unga tegajog'lik qilsa, qanday e'tiroz bildirish kerak? Xususan bugungi kunda aloqa vositalarida yuz berayotgan fitnalar, masalan, kechirasiz, siz kimsiz? Tanish emasmizmi? deb gap boshlovchilarga qanday muomala qilish lozim? Alloh taolo Maryam surasida aytadi: Biz unga Maryamga ruhimizni Jabroilni jo'natdik. U Maryamga komil inson, erkak shaklida ko'rindi. Shunda Maryam aytdi: Men Rahmondan senga panoh tilayman, agar taqvodor bo'lsang. Maryam surasi 17-18 oyatlar. Ya'ni Maryam onamiz nomahram erkak ro'parasida turganini ko'rib, "Voy, siz kimsiz?" demadilar. Birdaniga istioza, panoh tilashga o'tdilar. Panoh tilash ham Rahmon nomi bilan bo'ldi. Ya'ni men ojiza bandaman. O'zimning senga qarshi kuchim yetmaydi. Lekin ojizlarning haqiqiy himoyachisi Rahmon dedilar. Agar sen Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, taqvoing seni to'xtatsin. Ya'ni taqvoing seni to'xtatsin. Agar taqvoing seni to'xtata olmasa, bilgilki, sen albatta to'xtatib qo'yadigan zot bor. Ikkinchi eslatma. Ayolning qadri. Ayol kishining eri oldidagi qadr-qimmati. U ayolning Alloh oldidagi qadr-qimmatiga qarab bo'ladi. Allohning oldida qadrli bo'lgan ayolni Alloh aslo xor qilmaydi. Agarchi eri Fir'avndek zolim bo'lsa ham. Mana Fir'avn xotini Osiyoga qarang. Muso alayhissalomni topib olganida eri Fir'avn barcha go'daklarni o'ldirib, ayollarni cho'ri qilib yurgan zolim tog'ut edi. Lekin Osiyo Musoni o'ldirmanglar deganda Fir'avnning oyoq qo'li o'ziga bo'ysunmadi. O'ldirgisi kelsa ham o'ldira olmadi. Chunki bu ayolning Alloh oldidagi qadri nihoyatda baland edi. Agar ayol erini Alloh bilan tutib turmasa, boshqa biror narsa bilan tutib tura olmaydi. Chiroyliman desa, undan ham go'zallari topiladi. Aqlliman desa, undan ham aqlliroq bo'lib chiqadi. O'tkirlik, makr qilaman desa, Alloh oyatda xabar qilganidek, makr oxir-oqibat o'z egasiga qaytadi. Aziz obunachilarim, bugungi birinchi video uchun ikkita eslatma yetadi deb o'ylayman. Albatta vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Kanalimda faqat pishirg'lar, faqat nafsimiz uchun bo'lmasligi uchun, ya'ni ruhimizni ham oziqlantirishimiz uchun shunaqa kontentlar ham qilish niyat qildim. Albatta sizlarga yoqsa, davom etishga harakat qilaman. Albatta bu o'qiyotgan ilmlarimiz, darslarimiz hammasidan Allohim foydalantirsin. Faqatgina kitob o'qib 1 soat, 2 soatdan keyin esimizdan chiqib ketmasin. Avvalambor o'zimga, keyin esa shu videolarni eshitib, darslarimni, ya'ni kitob o'qiganlarni eshitayotgan har bir ayol qizlarga, balkim erkaklarga ham qalbiga rohat bersin, qalbini salomat qalbga almashtirsin va foydalantirsin. Vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar. Rahmat kattakon.